Ilhom azart bilan qilardi. Uni bo'shalishini bilib, "Yo'q o'g'lim, faqat ichimga emas" deganimga qaramay, butun ichimga tukdi va ichimdagi olov bo'lib yonayotgan yig'tirosni o'chirdi. Men hali hamon o'pkamni bosolmay hiqillab yig'lardim. Bir tomoni o'z o'g'lim tomonidan zo'rlanganim uchun yig'lasam, ikkinchidan zo'rlanish yoqib tushganidan yig'lardim. Ilhom esa tolkib, adoyi tamom bo'lgan oyoqlarimni tushirib, ustimga yotdi-da ikki qo'li bilan qachonlardir o'zi emgan emchaklarni gijimlab, kaftlari bilan ezgilagancha lablarimdan so'rib o'pishga tushdi. Men ham yig'lagancha busalarga javob bera boshladim. Ilhom yillar bo'yi mudrab yotgan hissiyotlarimni uyg'otib qo'ygan. Go'yoki suv o'z to'g'anini buzib, yo'lida uchragan nimaiki bo'lsa oqizib ketgani kabi hissiyotlarim, ayolligim, hirsim ham aqli hushimni, uyoti nomusimni ko'z yoshlarimga qo'shib oqizib tashladi-da, chankagan odam yutoqib suvga labini bosganidek, men ham Ilhomni lablariga lab bosdim-u, tilimni og'ziga tikib oldim. Ilhomni asbobi hamon somsamda, shaftolilarim kaftlarida ezgilagancha tilimni so'ra boshladi. Men hali hamon yosh bola deb yurganim Ilhom, tajribali o'ynashlardek qachon va qayerimni qanday silash, ezgilash yoki gijimlab erkalashni oldindan bilar va meni yana lazzat cho'qqisiga ko'tara boshlagandi. Bir payat Ilhom ikki yelkamdan ushlab bir tortkilab meni o'tirgizdi-da, ko'ylagimni sidirib yechib tashladi. O'zini futbolkasi va trikosini yechib, shir yalangoch bo'lib olgach, meni yana yotqizib, ko'kraklarimni hali unisini, hali bunisini ema boshladi. Keyin asta-sekin: "Mening ismim Zuhra. Men bir ona edim. Faqat oddiy ona emas, yolg'iz qizini o'zi ko'zi bilan kuydirgan, hamon kechira olmayotgan, dardini ichida yeb yashayotgan ona. Qizim Mohira oppoq yuzli, silliq sochli, muloyim ko'zli farishtam edi. Kichkina paytidan mehmon kelganda dasturxon yozishga yugurardi. "Oyijon, men katta bo'lsam sizga ko'makchi bo'laman" derdi. Hayotimning ma'nosi edi bu. Uni maktabda ham, kollejda ham o'qitdim. Talabaga aylanganda bizning mahalladan bir yigit Sardor ko'p ko'rina boshladi. Hurmatli oiladan, o'zi tarbiyalidek ko'rinar, salomlashni bilardi. Mohira unga ko'ngil qo'yganini aytdi. Men esa onalik yuragim bilan ichimda bir g'am sezdim. Ko'nmadim avvaliga. Qizim yig'lab, "Oyijon, meni baxtli qilishni istasangiz rozilik bering" dedi. Ko'ndim, to'y qildik. Qizimni oq libosda chiqargan kun, o'sha oqshom men ichimda yomon bir tuyg'u sezdim. Go'yoki uni qaytib ko'rmasligimni bilayotgandek. O'tgan oylar sanayotgan quvonch. Dastlabki oylar yaxshi o'tdi, lekin Mohira uyga kelganida ko'proq jim bo'lib qolar, ko'zlarida xiralik paydo bo'ldi. "Yaxshiman oyijon" derdi, ammo yuragim sezardi yomon narsa bo'layotganini. Bir kuni qo'shnilar ichimga shubha soldi. "Kuyovingiz ba'zan ko'chada g'alati holatda yuradi." Surishtirdim, rost ekan. U ko'p ichadigan bo'libdi. Uydagilarga qo'l ko'taradigan kunlari ham bo'libdi. Biroq Mohira buni mendan yashirdi. O'sha kecha bir kecha soat tungi 3da telefonim jiringladi. Qizim yig'lab, "Oyijon, iltimos olib keting meni." Yuragimni ushlab yetib bordim. U qizim emas edi. Sochlari to'zg'igan, yuzi ko'kargan, qo'rquvdan titrayotgan odam edi. Ustida faqat yelkasini yopgan ko'ylak, oyoqlari yalang. Kuyovim o'sha odam mehmonxona o'rtasida mast holatda yotardi. Yonida aroq shishalari. Men u bilan yuzlashdim. "Bu nima?" desam, "Siz aralashmang, bu mening xotinim" deb baqirdi. Qizimni olib chiqdim, ammo yuragimda bir umr o'chmaydigan his qoldi. Araz, azob, ajrim. Qaynonalik orzum o'sha kunda o'ldi. Men kuyovimni hech kechira olmadim. Qizim homilador ekan, bola tushib qoldi. U tibbiy yordam olayotganda yonida o'tirib, "Oyijon, nega men sevgan odamdan faqat azob topdim" deb yig'ladi. Mening javobim yo'q edi, chunki men o'sha sevgan odamga o'zim rozilik bergan edim. Yil o'tdi, ajrashish bo'ldi. Qizim endi sal o'ziga kelgan, lekin yuragidagi yarani hech narsa bitira olmaydi. Men esa har kecha sukutda o'sha kuyovga la'nat o'qiyman. O'zimga esa kechirim so'rayman.
Qizim ajrashganiga 1 yil bo'ldi. Bu 1 yil har bir kundan uzoqroq, har bir kechadan qorong'uroq bo'ldi. Madina kundan kunga so'lib borar, lablarida tabassum yo'q, ko'zlarida hayot yo'q. Ertalab choy ichishda ham faqat ko'zni pastga tikib o'tirardi. Sochlarining qora jilbasi ham sarg'aygandek baxtsizligining soyasida oqayotgandek. Men esa hali ham o'zimni kechira olmadim. Kuyovimga ishonib, qizimni kuydirdim. Qizimga hech qachon o'sha kechani aytmadim. U kechani, Shavkat meni devorga titrab ichimdagi ona yuragini tilka pora qilgan lahzani. Men bilaman, bu og'riqni faqat ona yuragi ko'tara oladi. Kunlardan bir kun Madina yurakni titratib, "Oyijon, men tug'moqchiman" dedi. Ko'zlarida o'ta og'ir savol bor edi. Hayotimdan hech bo'lmasa bir parchani saqlay olamanmi? Men quchoqladim. O'sha paytda yuragimda o'zgarish boshlandi. Men yolg'iz emasligimni angladim. Bu faqat qizimning emas, mening ham najot yo'lim edi. Nevaram tug'ildi, qiz bola. Qora mag'iz kichik og'zi bilan yuragimni siqib turgan butun g'amimni so'rib olayotgandek. Uning ismini Madina o'zi tanladi. Ziyoda. Ortiqcha nur, ortiqcha sabr degani. Ziyoda ulg'aygar har bir kulgusi bilan yuragimni yuvardi. Har safar chinqirig'i chiqqanda yuragim bezovta bo'lardi, lekin ichimda bir kuch tug'ilardi. Men unga boshqa zulm yetkazmayman. Oradan 2 yil o'tdi. Qizim endi biroz tetik ishlayapti. Qizni bog'chaga bermoqchi. Men esa hanuz har kuni uyda chiqqan eshikni qulflab ichkarida yig'layman. Faqat Ziyoda ko'nglimni yozadi. Ammo bir kuni eshik jiringladi. Ko'chani qarasam, Shavkat. Men avval uni tanimadim. Sochlari o'sib ketgan, yuzi charchagan, ko'zlarida kechirim so'rash emas, najot izlash bor edi. "Assalomu alaykum, opa. Men bir marta bo'lsa ham qizimni ko'rsam bo'ladimi?" dedi. Yuragimda og'riq, nafrat, ikkilanish. U qizimga zulm qilgan, meni devorga titragan, qizim homilador bo'lganda tashlab ketgan edi. Esa "Ko'ray" dedi. Men jim qoldim. So'ng bir gap aytdim. "Sen meni qizimdan ajratganding. Endi men seni qizingdan ajrataman. Bu adolat emas, lekin ana shunaqa hayot." U ketdi, orqasidan qaramadim. Bir paytlar men ishonib bergan kuyov endi so'kinga aylangan. Ammo yuragimda bir zarracha titroq ham bo'lmadi. O'sha kechasi birinchi marta men ko'z yosh to'kmadim. Yillar o'tib, Ziyoda ulg'aymoqda. Har safar menga qarab "buvi" deganda yuragim jonlanadi. Har kecha duo qilaman. Ey Robbim, bu qizaloqni mendek qilma. O'zim yutgan azobni unga berma. Madina endi mustahkam ayolga aylangan. O'sha sokin qiz endi o'z fikrida sobit, to'g'rini ayta oladigan ona. Men endi shunchaki qaynonalik orzusi bilan yashayman. Men endi qizni bergan, lekin hayotini qaytarib olgan ayolman. Xulosa, men bir ayol edim. Men ona bo'ldim. Men qizimni baxtga jo'natdim, ammo uni chirigan qo'llarga berdim. Men qaynonalikni orzu qildim, ammo qayg'uga qoldim. Ammo men shuncha yillar ichida eng muhimi o'zimni topdim.